Mening ismim Tomas. Men sizlarga men bilan 2 hafta oldin bo'lgan bir voqea haqida aytib bermoqchiman. Paytlari turistlik bilan shug'ullanardim. Har xil joylarga borardim va aylanardim. Lekin bir kun shunchaki uyga qaytayotganda men yo'lni yo'qotib qo'ydim. Adirlar, so'qmoqlarni juda yaxshi eslab qolardim va eslab qolgandim, lekin qaytayotganimda yo'l juda notekis ko'rinardi va so'qmoqda ikkita insonni ko'rdim. Juda g'alati insonlar. Ular juda ham g'alati ko'rinishardi va qo'rqinchli. Bu ayol va erkak juda shubhali va qo'rqinchli ko'rinishar edi. Men ulardan yo'l so'radim, lekin ularning javobi g'alati bo'ldi. Bu yerda yo'l yo'q. Aniqrog'i deyarli yo'l yo'q. U menga bir yo'lni ko'rsatdi. Ayol esa undan yurishimni, lekin ehtiyot bo'lishimni aytdi. Men ulardan biroz qo'rqqanim uchun ular ko'rsatgan yo'l tomon yo'l yurishni boshladim va harakatlandim. Va men biroz yo'l yurdim. Yo'l yurdim va soatimga qaradim. Soat ancha kech bo'lib qolgandi. Lekin men hali ham chiqish yo'lini topa olmagandim va kutilmaganda yig'i eshitildi. Bu bolaning yig'ishi. Qo'rquv va dahshatdan kelayotgan yig'i. Men tezda bu yerda ehtiyot bo'lish kerakligini eshitdim, lekin bunga amal qilmadim. Yana ovoz kela boshladi. Bu yer ancha balandroq. Tovush menga yaqinlashib borardi. Men biroz qo'rqdim va chirog'imni chiqardim. Chirog'imni olib har tomonga yoqa boshladim. Ovoz kelayotgan narsani, ya'ni ovoz kelayotgan shaxsni qidirdim. Qidirardim va ehtiyot bo'lishga ham harakat qilardim. Men bu bir vaqtning o'zida ham qo'rqardim. Men uni qidirardim. Lekin topa olmasdim. Bir payt va nihoyat men uni deyarli topgan edim. Va dahshatli figuraga ko'zim tushdi. U dahshatli ko'rinishda edi. Unda qizning yuzi va yon tomonda nimadir turar edi. Bu qandaydir shilimshiq yoki paypaslagich edi. Men paypaslagich turgan tomonga chiroqni yoqdim va ko'rdim. Yana bir dahshatli mavjudot. U butunlay daraxtga o'xshardi. Juda dahshatli, qo'rqinchli mavjudot edi. U qiz bilan yuzi birikib ketgan edi. Qiz shu payt kula boshladi. Bu juda dahshatli kulgu edi. U go'yoki men bu yerga kelishimni bilgandek. Men qo'rqa boshladim va orqaga chekindim. Lekin endi yo'l yo'q edi. Hamma yoqda o'sha dahshatli mahluqlar bor edi. Men nima qildim deysizmi? Qocha oldimmi? Yo'q. Endi biz barchamiz bittamiz. Biz bir oilamiz.